Assalomu alaykum. Yepan kanalimizning muxlislari. Mana bugun nima kun? Chislo. Chorshanba ekan mana. 2025-yil chorshanba ekanda. Mana Idarko'ldamiz mana. Mana Idarko'l bepoyon. Mana endi mulla Bahromjon bilan Zohidjon bir qo'l bo'lib yepanda oshidan qilik deb undashni boshlavardi mana. Mana xudo xolasa rezultatlar bor. Mana shu mulla Zohidjonni nimasi? Sadoga mana. Mana bunaqa millati bo'ladimi, bo'lmaymi? Bilmadim endi. Bitta 5 kiloligidan ham bor ekan-a? 5 kiloligidan ham bir ikkita. Mana baxta mana sadoklar. Mana sadoklar mana. Ikkitadan sadoklar mana. Mana kaltaklar mana. Oo. Bepoyon. Endi oshga unda bitta oshni qilsak. Shu bilan bir dam olish mashqini qilamiz ekanda. Nima bo'ldi? Osh pishdi. Ketyapti deb o'ylamasdi. Ha? Nima qilib? Ketyapti deb o'ylamasmi? Ha, yo'q, muxlislar. Dalshi davom etyapti, ularimiz hali. Osh. Mayli. Davom etaverasiz. Mayli, Zohidjon davom etaverasiz sizdan. Men hozir. Ana. Pop kerak bo'lsa mana popchi bor. To'ylarga nech pul yurayapsiz? To'ylarga ozor. 4 ta non. Yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. Mana o'g'illarimiz yaxshi joyga o'tiryapmiz. Juda orol chekan, oxiri netda tugaydi. Odam kirmaydigan joyga. Ha, bu yerda baklashga edi-yu, yo sigaret pachka, palon piston degan narsalar yo'q. Umuman zoh kirmagan ekan. Iloji bo'lsa yurgan yo'llarimizni syomka qilamiz. Ha, o'shoqdan olib keldik. O, ana shu ro'paradan keldik-da, bunday aynalib, ash qirg'oq bilan aynalib keldik. Suv qaytgancha yerlar yaxshi o'p bopti. Hozirroqga qo'yingsan. Mana osham tayyor. Oshga kelaveringlar, Oshga kelaveringlar. Ikkinchi kunimiz bugun. Osh deb yana ishga kirishib ketamiz. Hamma ishga. Sholaganman. Ishga. Hamma ish qolagandik. Shakaroblar qilib qo'ydik mana. Qalampirlar. Charcha bo'ladimi endi buni? Buni yo'g'andan keldik. To'g'rab tog'am. Har doimgidek. Oshni ustasi. Azra o'tirishlar deb gashti bordimmi ham birar. Bahromjon, nasading? Yepan kanali muxlislariga. Salomat bo'lsin. Ana. Nima ham deyadi? Hamma o'g'ga kelaversin deng. Baliq seryapting. Doniga nima deysiz, doniga? Doniga nimani qo'zi? Salom. Doniyor qo'ziga salom aytay. Chuvalchangni yaxshi bermabsan bo'lsa. Yo'q, dadasi berib berasiz. Nima jimlab savolibdilar, keraklar. Qani bo'lmasa? Qani yigitlar, oshni boshlaymiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Qoshiqlarda boshlaverdik. Ana, Sazanlaringiz ham bor mana. Ne yigitlar? Ana shu Zohidjonning natijalari 2 kunlik. Zabardastlar mana. 4 ta tashqaridan ham 4 ta tashlab oldik-a? Ha. 3 tami? Mana ko'ring mana uni. Yo'q, yaxshi. Mana. Ana qanot qilib bo'lyapti. Bahromjon, qani kirinchi natijalarga? Nasadi bo'yicha. Ha, ortavering bo'lsa chekkaga. Bahromjon bir chekka. Общий срост uchang. Ha. Ko'tarib yuboring dangal. Zohidjon ichkari kiring. Ezilib ketadi endi bu. Come on.
Mahmut. Mahmut aka. Bu tomon. İçeri kiring, içeriga. Zohidjon. Baqam surak. Tamam, Tez tamam. tomonga bo'lsa. Tamam, sal ko'tar. Hopinglar. Jimiyot. Voy, 4 kilo baliq. Nima bo'pti-da? Mayda chujalarni ham qo'shganingiz yo'qmi hali? Abi tasadduq. O, o'libdi mana bu tekisini. Yaxshi, adem. O, nimaga qo'yingiz? Nimaga? Qamishga, ashakka qumga o'tmang. Onu olib tashlaymi? Olib tashlang. Olib ko'ring unisini. Olib chiqaring. Bitta xolosmi bunda? Ha. Ye, otgan ye. Otmang, shu o'ldirib bekorga. O'ladi. Yerinmang aka. Shuncha qilgan mehnat. Mana Bahromjon natijalari ham chiqyapti mana, ko'tarolmay. Torting. Yo'q, sen olib tashlaydigan. Qo'ying o'sha tepaga. Tepaga. O tepada mayda baliq olib tashlaydigan. Bahromjon oqarib turgan. Mana. Mana. Bu ham turli bor. O, dalgan basmi? Yo'q. Ya, to'g'ri. Mana bas mana. Yo'q, baschi bor. Mana to'qarib qopti. Bari aka. Mana. Ketishlayapti mana. Silib otilgan. O'tganda. U ham o'libdi. Olib tashlang. Pastda qo'yganlarni. Nima-chi? Olsang, olib tashlang. Kichiklarni ham oldingizmi? Mana. Yo'q, ana shu irib ketibdi. Onu. Qaytding. Bor. Bo'ldi. Qolgani yo'q-a? Monni sovuraymi? Ha, uni ham sovaring. Monni nima? Bu ham baliq. Ha, ketgalang. Shu bo'baga. G'arram ekan. Ana. Zipar pulimidan qaraydi. G'arram ekan shu xullas. O'sha yerda qolaveramiz shunday. Tüy var mı? Tüy. Bitta tüy qo'ysangiz bo'ldi, aşağı borib. Bo'ldi. Olib kelavering. Bo'ldi, hech narsa qilmaydi. Shuga bosiladi hozir u. Mana uni qissaroq qilsalang bo'lardi, mana uni nabarat. Mana uni qissaroq qiling. Bitta tuying o'zidan. Mana. Bo'ldi, qattiq qismang. Oting o'sha endi. Ha. Nereye qo'ying?
Tashlangach ko'rsak endi uni. Mana shu endi o'di. Xudo xolasa endi yakunlab qaytishga tayyorgarlik qilib ishlarda borib turibmiz. Uni bakalashga suv pulga olaymi? Katta yaxshi. Voy bilan berdi orqayu bu. Voy onangni shu. Xotin chemaniga. Yashang.